Joriy yilning 20-dekabr sanasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan Turkiya davlati Istanbul shahrida odam savdosi jinoyatini sodir etib kelayotgan uyushgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. 1986-yil Samarqand viloyatida tug'ilgan ayol 2020-yildan buyon Turkiyadagi mehmonxonalarni fohishalik bilan shug'ullanish uchun qizlar bilan ta'minlab kelayotganligi aniqlandi. Ushbu ayol Istanbul shahrida odam savdosi jinoyatini sodir bilan shug'ullanuvchi guruh yetakchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu jinoiy guruh yuqori maosh va'dasi bilan qizlarni aldab Turkiyaga olib borgan. U yerda esa ularning fuqarolik pasportlarini tortib olib, fohishalik bilan shug'ullanishga majburlagan. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 1988-yilda tug'ilgan shaxs jinoiy sheriklikda yaqindan yordam berib kelayotganligi aniqlandi. U Samarqand shahrida yashovchi moddiy tomondan qiynalgan ayol qizlarni topib, ularni Turkiyada katta miqdorda pul topishga qiziqtirib, har bir yuborgan qizi uchun jinoiy sherigidan 400 AQSh dollaridan pul olib turgani ma'lum bo'ldi. Tadbir ishtirokchilari tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida tezkor tadbir o'tkazilib, jinoiy sheriklar tomonidan Turkiyaga jo'natilayotgan 2 nafar ayol vaqtida to'xtatib qolindi. Uyushgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Joriy yildan yurtimizda odam savdosi uchun belgilangan jazo choralari kuchaytirildi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq bunday jinoyat uchun 5 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Xulosa qilib aytganda, odam savdosining har qanday ko'rinishiga qarshi kurashish xalqaro darajadagi jiddiy yondashuvdir. Hurmatli fuqarolar, xorijda ish bor, yaxshigina daromad topasiz deydigan hojatbarorlarning va'dalariga ishonib qolmang. Yo'qsa o'zingiz bilmagan holda odam savdosi qurboniga aylanib qolishingiz mumkin.